Assalomu alaykum. Buna pular ham srochni sotiladi. Ina pular ham furushay barodaro. Pular ham продается srochno. Hozir mana shu pularning alakak bir Rossiyadan kelgan. Juda ham yaxshi to'lka keling srochni oling maqsad brend расход yo'q. Hamma taraflama ishlashlari zo'r. Adresi ya'niki adresi Kolxozobod ittifoqda. Kolxozobod ittifoq adresi inami 3000 so'm. 30 ming so'm yana arzon bo'ladi, muomalasi bor. Rafting. Bu tarafga kelayotgan bo'lsak, mana motor hammasi qaydaviy. Relslari ham bor. Rossiyadan kelgan juda ish berayotgan, hozirgi paytlarda biznes qilib pul ishlayotgan maqsad hammasi komplekt. Mana bu yoqda pular ham ishlanyapti, nastirga ko'rsatamiz, ketdik. Mana bu yerda pular ham polni tayyor podgotovkasi man. Buna taxta bo'layapti, reyka bo'layapti. Pular ham hozirgi paytda bu ikkinchisi. Bundan katta lekin. Buni hozir bu pularimiz mayda. Mana bu pular ham mayda. Bu yerda taxta chunki qirqiladi, arzon narxda sotiladi. Klient juda ham ko'p. Bunisi ikkinchisi edi. Bittasi men hozir ishlayapti, buni ikkinchisi hal qo'yilgan yo'q. Buna qarang. Qayerlardan teraklarda olib kelib har bir narsani farqi yo'q. Qanday daraxt bo'lsa, xullas taxta qilinadi. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilasizlar. Mana shu pular ham relslari bilan hammasi top-tayyor. Shunday apparasiz 5 ta komplekt lentalarim ham bor. Maqsad hammasi tayyor, запасной. Bu yoqdan ISB. Buna pularning nomerlari ham bor. 03 pular ham, motorlari ham yangi, seplari, zapas hamma narsasi bor. Faqat siz oling, inshaalloh olib o'rnatasiz. Bu tembol Rossiyadan kelgan hozirgi paytlarda ayni ish qilib bir foydali tarafdan foyda ishlayotgan narsalarning biri. Siz masalan kelib taxta qildirib, taxta bozorda 150 so'm bo'lsa, bu yerdan 90 so'm, 100 so'm olasiz. Yoki 100 so'mlik narsani bu yerdan 50 so'm olasiz. Hamma taraflama vigidni chornovoy har bir xilda taxta reykalari bilan chiqarib beradi. Faqat siz kelib ishlatib, ko'rib bilib jirgan odamlar pular ham nima ekanligini biladi. Pastdagi nomerlarga telefon qiling, promoy nomer, WhatsApp nomer bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.